barcha quvvatimizni 85%ni o'ziga yutib oladi. Manipulyatorlar ham xuddi mana shu narsadan foydalanadi. Shuning uchun mana ayollar bitta ko'ylagingizni to'yga kiyib bordingizmi? Wow, chiroyli ekan dedi. O'sha siz niyatingizga yetdingiz-ku. Ha, yaxshi odam ekan. Deyish kerak. O'sha qilayotgan ishingizda shu turibdi oxirida. Birinchisi tan olinish ehtiyoji. Xo'p, tan olinish ehtiyoji inson hayotidagi bajarayotgan har bir ishi ortida o'zining zo'rligini, o'zining kuchliligini, o'zining yaxshiligini, o'zining nimalarga qodir ekanligini ko'rsatib qo'yish turadi. Tan olinish. Sizni e'tibor bering. Inson hayotida bajarayotgan har bir ishi ortida siz nima ish qilayotgan bo'lsangiz, nima ish bajarayotgan bo'lsangiz, nima deyapti? O'zingizni zo'rligingizni, o'zingizni kuchliligingizni, o'zingizni yaxshiligingizni, o'zingizni aqlliligingizni, o'zingizni nimalarga qodir ekanligingizni ko'rsatib qo'yish turadi. Mana shu. Agar sizni tan olmasa, siz ya'ni jismoniy jihatdan zo'rligingizda, aqliy jihatdan kuchliligingizda, emotsional jihatdan hamma narsaga turib bera olishligingizni, pul jihatidan ustunligingizni, chiroy jihatdan hammadan oldindaligingizni ko'rsatib qo'yish. Mana shu narsalar ichiga kirib ketaveradi. Insonlarning tan olinishi boshqa odamlar tomonidan bo'lishi kerak. Siz salonga boryapsizmi? Hurmatli ayollar, sizni to'yxonaga borgan paytingizda o'ltagilar tan olish kerak. Agar tan olmaydigan bo'lsa, siz u joyga bormaysiz, u salonga qaytib. O'ylab 500 ming so'mga tushdim, shunday hech kim yaxshi e'tibor bermadi degan narsa bilan. Tan olinish turadi mana shu orqasida. Ya'ni, zo'r ekan deyish kerak sizni. Bir faoliyatingizga, kuchli ekan degan narsa bo'lishi kerak. Chiroyli ekan deyish kerak-da. O'sha paytda siz zo'r ekan desa borib, mana ichingizda bitta lampochka yonadi. Tipa shunaqa odamlar bo'ladi, lop deydi-yu, ko'cha tilida. Bitta maqtasa shishib ketib qaytmaydi-yu o'sha narsadan. Ular o'sha niyatiga yetdi-da, tan oldira oldi ular. Manipulyatorlar ham xuddi mana shu narsadan foydalanadi. Manipulyatorlar ham takoy. Chiroyli ekan deyish kerak sizga. O'sha paytda bitta narsa yonadi, bo'ldi. Shuning uchun mana ayollar bitta ko'ylagingizni to'yga kiyib bordingizmi? Wow, chiroyli ekan dedi. O'sha siz niyatingizga yetdingiz-ku. Shuning uchun keyingi to'yga uni kiygimiz kelmaydi. Chunki biz murod maqsadimizga yetib bo'lganmiz bu bo'yicha. Bizda bu ko'ylakka ehtiyoj deyarli yo'q. Hurmatli erkaklar, shuning uchun asosiy shu yetib olganligicha asosiy janjal. Yetib olganligidan hamma narsa tinchib qoladi. Mana shularning hammasi negizi tan olinish turadi. Tan olinish ehtiyoji mana shu bo'ladi. Muhim qismi ehtiyojning ichida, boyagi ehtiyojlarning ichida, 9 ta ehtiyojlarning ichida tan olinish ehtiyoji bizda barcha ehtiyojlarimizning, ya'ni barcha quvvatimizni 85% ni o'ziga yutib oladi. Qolganlari u darajada emas-da. Eng nomer 1 shu. Eng kattasi 85% quvvatingizni, 85% qolgan ehtiyojlarni kuchini o'ziga tortib oladi. Tan olinish uchun biz maksimum harakat qilamiz. Nima qilib? Uy solyapmizmi? Tan olishimiz kerak. Mashina olyapmizmi? Tan olinish kerak. Xolos, maksimum mana shu. Bizning 85% quvvatimiz tan olinish ehtiyojimizga ketadi. Quvvat, energiya, kuch, yeyotgan narsangiz, ichayotgan narsangiz, topayotgan pulingiz, yana nimangiz bo'lishi mumkin? Hamma narsangiz 85% shuni ketyapti. Bu katta raqamda bu do'stlar. Hech bo'lmaganda bu yaxshi odam ekan, xudojo'y odam ekan, taqvodor ekan, mana shular uchun ishlatiladi. Hech bo'lmagan ko'rinishim. Ne ishlaydi-yu? Yaxshi odam ekan deyish kerak. O'sha qilayotgan ishingizda shu turibdi oxirida. Xudojo'y odam ekan. Bu boru bir odam yo'lda ketayotgan paytda endi hammada har xil bo'ladi. Ota bola o'qiyotgan deydi, ba'zi birlarda bola deydi, o'sha namoz vaqti bo'lib qolgan paytda shu katta trassada shunday to'xtab namozni o'qiyotgan bo'lsa, hamma qarang, rosa taqvodor odam ekan, rosa qarang, bilganiga rosa amal qilar ekan, namoz vaqti bo'lishi bilan namozini o'qiyapti, u yoq desa, endi sajdaga ketyapti ekanda u kishi. Bunday boshini ko'tarib, "Hali men ro'za ham tutaman" degan ekanda. Qarang. Bo'lmagan u taqvodor odam ekan, o'sha turibdi-da uni ichida. Shu uchun aytayapti. Yana ham kuchli aytishingiz kerak. Ana, u kishi ro'za ham ekan. Hali men ro'za ham tutaman. Qarang, qanchalar bizni qilayotgan xatti-harakatlarimiz ajoyibligini. Tan olinish ehtiyojining xunuk ko'rinishi qanaqa? Endi xunuk so'zini hamma tushunsa kerak-a?
Ko'pchilikda yomon deydi. Xunuk ko'rinishi. Puli ko'p ekan desin, mashinasi zo'r ekan desin, kiyimi chiroyli ekan desin, ovozi chiroyli ekan desin, xatti-harakati chiroyli ekan desin, ishi chiroyli ekan desin, ilmi zo'r ekan desin, aqli yomon zo'r ekan desin, ishini haqiqiy ustasi ekan desin. Bu xunuk ko'rinishlar. Men xunuk ko'rinishlar haqida bundan dahshatlari bor. Bundan dahshatlari bor. Bu ham o'zi dahshat o'zi. Puli ko'p ekan desin, mashinasi zo'r ekan desin, ha? Kiyimi chiroyli, ovozi chiroyli ekan, xatti-harakati chiroyli ekan, ishi bu yomonmi? Yomon. Bu yomon. Do'stlar, bu yomon. Qo'pol ko'rinish. Jo'ski. Og'ir. Shunaqa ham Xudoga yaqin odam bo'ladimi? Deyish kerak. Sizni xatti-harakatingiz ko'rganda yoki boshqa narsangiz ko'rganda. Bu qo'pol bu. Shunaqa ham ilmiga amal qiladigan odam bo'ladimi? Bularda hammasi tan olinishimiz uchun ishlayaptimi? Bizda barcha sistema noto'g'ri ishlay boshlaydi. Bizda barcha sistema noto'g'ri ishlay boshlaydi. Ko'zingiz, burningiz, quloqingiz, eshitishingiz, yurish, turishingiz hammasi. Tushunasizmi? Bitta narsa, ko'zda asosiy vazifasi bor. Nima ish qilishligi kerak bo'yicha yozib qo'yilgan. Quloqda o'zining vazifasi bor, yozib qo'yilgan. Meditsinada o'qiganman, yaxshi bilaman buni. Faqat biz bu yoqda sistemani buzib yuborganligimiz uchun bu o'lgur g'iybat deyishadi. Bu o'lgur zinoni ko'radi, bu o'lgur g'iybatni gapiradi, zinoni fahshni gapiradi, boshqa narsani. Bo'ldi. Ya'ni asl vazifasidan toyib ketgan. Sabab nima deydigan bo'lsa, sistemani o'zimiz buzganmiz. Bizni tushunchalarimiz ishlash tartibi, endi natijada bizni tushunchalarimiz qanaqa ishlab boshlaydi endi. Men tan olinishim uchun yaxshi ko'rinishim kerak. Ha, men tan olinishim uchun chiroyli ko'rinishim kerak. Ha, tan olinishim uchun yaxshi gapirishim kerak. Tan olinishim uchun savob ish qilishim kerak. Tan olinishim uchun sadaqa qilishim kerak. Tan olinishim uchun namoz o'qishim kerak-da. Bo'lmasam yo'q. Uzuru, ha, siz hozir men yuqorida aytdim, hammamiz har tomonga qarab ketamiz. Oxirida bitta joyga kelamiz. Hozir hammangiz uchun titrab ketyapsiz. Chunki siz maksimal darajada o'zingizni ko'rishingiz kerak. Ko'rmasangiz agar men maslahat beraman. Shundagina o'zimiz to'g'rilanamiz, bo'lmasam yo'q. Eshityapsiz-a? Tan olinishim uchun daj namoz o'qiyapman. Tan olinishim uchun Uhudda o'tiribman. Yuzimga, boshqa narsaga ilm olyapman, kim uchun? Tan olishim uchun kerak. Endi qarang. Tan olinishim uchun mana bu odamlar jamoasiga, krugiga qo'shilishim kerak. Ba'zi birlarda borda ustoz Muhammad Ali Ishonqulovning komandasiga bir amallab qo'shilib olsa bo'ldi. Yesicha keyin u boshqa joyda tan olinishi oson bo'ladi. Sen kimni shogirdsan? Muhammad Ali Ishonqulovdan. Bitta rasmga tushib turib, bitta glavnisiga qo'yib qo'yarlar. Instagram tagiga bitta yozib qo'yadi. Muhammad Ali Ishonqulov shogirdi yoki bo'lmasa Yuksalish liderlar akademiyasi mentor bir bolasi deb yozib qo'yishadi. Ha, bo'ldi. Akani endi tan olinishi nima bo'ladi bu yerda? Oson ketish kerak bo'ladi. Tan olinishim uchun zo'r mashina minishim kerak. Ha? Nechtasi kreditga palon pulga mashina olib 24 ga 7 o'sha mashinani to'lash uchun ishlayapti. Ha, iflos, o'zingni o'shanga yetadigan puling bo'lmasa, nima qilasan unaqa mashinani olib? Ha, yuraver bunayroq mashinada. Buning uchun bola ham azobda, xotin azobda, ota-ona azobda, chunki kredit to'lash kerak, pul to'lash kerak. Tan olinish uchun zo'r uyim bo'lish kerak. Hozirgi kunda uy bo'yicha raqobatdamiz-ku. Tan olinish uchun shu narsa. Xo'p, tan olinishim uchun ko'p pul topishim kerak. Tan olinishim uchun chiroyli mehnat qilishim kerak. Bularni hammasi oddiy qilib aytganda riyo deyiladi. Mana shu narsa riyo deyiladi. Va yengil. Men sizga aytib ketay. Siz bularni tan olinish uchun qilyapsiz. Ya'ni sizni odamlar tan olinishi uchun qilyapsiz. Men yuqorida aytayapman. Hammamiz baribir hozir har joyda yuribmiz. Oxirida birlashamiz yana.